Yusuf! Ha, Yusuf! Bosma xola, Yusufni ko'rdingizmi? Tinchlanib olinglar. Nima bo'ldi o'zi? Yusuf yo'qolib qoldi. Bu yerga kelmadi. Nima bo'ldi? Nega baqiryapsizlar? Yusuf yo'qolib qoldi. Yo'qolib qoldi. U yashiringanda, lekin uni topa olmayapmiz. Yo'q. Nimalar qilib qo'ydim? Endi nima deyman? Quduq. Balki quduqqa tushib ketgandir. Yusuf! Yusuf! Quduqqa tushganda keladigan ovozni eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadik. Biroz sabr qilaylik, xonim. Qayerga yashiringan bo'lsa ham chiqib qolar tez orada. Lekin shu vaqtgacha nega chiqmayapti? Qayerga ketdi ekan? Qayerlarda yurgan ekan? Iltimos, tinchlaning. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yusufga nima bo'ldi? Gapiring. O'zingni bos. So'raymiz nima bo'lganini. Nima bo'ldi o'zi? Uyda doimiy ishlar bilan mashg'ul edim. Bolalar uyimiz yonida o'ynashayotgandi. Keyin ular Yusufni nomini aytib chaqirishayotganini eshitdim. Nima bo'ldi deb so'radim. Yusuf yo'qolib qolganini aytishdi. Hamma joyni tekshirib chiqdingizmi? Qarab chiqdik. Omonatni shunday saqlaysizmi? Shunaqa bee'tibor bo'ladimi odam? Nega unaqa qildingiz? Yetar. Ovozingni o'chir. Undan ko'ra uni qidiraylik. Hamma joyni, qorong'i joylarni ham ko'rdingizmi? Ha, qarab chiqdik. Yusuf ziyrak bola. Qayerga ketib qoldi? Uni topolmaydigan joyga yashiringan bo'lishi mumkin. Masalan, biror sandiqqami yo Voy xudoy. tandirning ichiga tushib olgan bo'lishi mumkin. Voy xudoyim. Yusuf. Yusuf. Qani kelchi. Kel o'g'lim. Assalomu alaykum, Va otajon. alaykum assalom, qalbim chirog'i. Bu yerda nima qilyapsan? Ammasini yagonasi. Meni qo'rqitib yubording. U yerda nima qilayotganding? Nega tandirning ichiga tushib olding? Biz o'ynayotgandik. Aka-ukalarim meni topa olmasin deb hech kimga bildirmay bu yerga berkinib yotgandim. Fayiqa, Yusufga doim ko'z quloq bo'linglar. Yusuf tandirning ichida dimiqib qolganda nima qilardik? Singlim Rohilga uni bolalarni ko'z qorachig'imdek asrashga va'da berganman. Bundan keyin uni bir oz bo'lsa ham yonimdan jildirmayman. Ketdik. Men Yusufsiz yasholmayman. Usiz nima qilaman? Liya, meni bunchalik iztirobga qo'yma. Bu dunyoda qancha umrim qoldi bilmayman. Unda yolg'iz yashashni istamayman. Yo'q, qarorimni aytdim. So'z beraman. Bu safar avvalgidan ham e'tiborliroq bo'laman. Bilasanmi, Fayiqa? Yusufning oilamizdan ajrab yashashini men ham yoqlamayman. Yaxshisi shu yerda yonimizda yashayversin. Menga yana bir imkon berishingizni so'rayman. Yana bir marta. Fayiqa, yaxshi bilasanki, Yusuf oddiy bir bola emas. Gap Yusuf haqida borar ekan, men boshqa imkoniyat bera olmayman. U holda Yusuf bilan o'rtamizdagi aloqani bir martada uzib tashlamang. Iltimos, u bir necha kun yana menikida qolsin.
unga bo'lgan sevgimni asta-sekin pasaytirishimga imkon bering. Senga so'nggi qarorimizni aytdik. Liya. Yaxshi, faqat bir necha kun. Eshitib ol. Faqat bir necha kun. Albatta, faqat bir necha kun. Uni o'z qo'llarim bilan sizga olib kelishga va'da beraman. Yur bolajonim. Liya, sendan minnatdorman. Aka, katta rahmat. Alloh madadkor Bu bo'lsin. yaxshiligingizni unutmayman. Amma uxlamadingizmi hali? Sen uxla bolajonim. Meni uyqum kelmayapti. Uyg'ondingmi, Quvonchim? Siz kechasi bilan uxlamay chiqdingizmi? Men har uyg'onganimda sizni uyg'oq ko'rdim. Uyimni tark etishing haqidagi fikr uyqumni ham, tinchimni ham oldi bolajonim. Lekin men sizning uyingizni ham, o'zingizni ham tark etishni xohlamayman, ammajon. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rostdan ham meni shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Sizdan Rohil onamning isi keladi. Xolam Leylani ham yaxshi ko'raman, ammo u menga ko'proq e'tibor qaratib qo'ysa, akalarim yomon ko'z bilan qarashadi. O'zimmi bolajonim? Demak, ammang bilan qolishni istaysan-a? Sen bu yerda qolishing uchun miyamga bir fikr keldi. Faqat unda seni yordaming kerak. Qani, endi otangning yoniga boramiz. Yur. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum Assalomu alaykum, amma. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Omonatingizni berish uchun keldim. Mana, sog' salomat. Assalomu alaykum amajon. Va alaykum assalom. Uni bir necha kun olib qolmoqchi edingiz. Nima bo'ldi? Yusuf, xush kelibsan. Omonatni qaytarish kerak. U qancha erta berilsa, shuncha yaxshi bo'ladi deyishgan. Agar xohlamasangiz, qaytarib olib ketishim mumkin. Yo'q. Unaqa emas. Uni qaytarganing uchun sendan minnatdorman. Oz bo'lsa-da, tarbiyangga olganing uchun senga rahmat aytamiz. Yusuf, yur o'ynab kelamizmi? Bor o'g'lim, bor.
Mayli, Allohga omonat. Bora Mayli, qoling. yaxshi bor. Yaxshi boring, amma. Yusuf bilan aka-ukalari orasida nima farq bor? Nega ular unga ko'p e'tibor qilishadi, hayronman. Bu kundek ravshan. Yoqub va uni singlisi Yusufni bizni bolalarimizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishadi. Qo'y. Basma. Basma. Labbi xonim? Otam Ishoq payg'ambarni kamari yo'qolibdi. Ko'rmadingmi? Yo'q. Men bilan yurchi. Odamlarga va shahar rahbarlariga ham bu xabarni yetkazish kerak. Yur. Ehtiyot bo'lib tushinglar. Yura qol. Shamun, Yahuzo, Yaxshi. boringlarchi. Senga nima bo'ldi, singlim? Basma, nima bo'ldi? Ishoq payg'ambar otamizning kamarlari yo'qolibdi. Hamma joyni qaradingizmi? Qaradik. Otamiz Ishoq payg'ambardan yodgorlik edi. Juda xafaman. Kamarni Yusufdan olib yashirib qo'yuvdim. Yaxshilab qidiringchi. Topishingizga ishonaman. Hamma joyni qidirdik, hammadan so'rab chiqdik, ammo topolmadik. Negadir yo'q. Qachon yo'qoldi o'zi? Men qayerdan bilay? Yusufni bu yerga olib kelgan kundan beri kamarni ham ko'rmadim. Ichingizda bu kamarni ko'rganlar bormi? Yusuf bu yerga kelishidan oldin biror joyga yashirib qo'ygandir. Balki Yusuf u kamarni juda yaxshi ko'rgani uchun oldimakina, Yoqub. Yusuf o'g'irlik qildi demoqchimisan? Kamarni o'ziniki deb o'ylagan, bilmay olgan bo'lishi mumkin. Ammo men unaqa deb o'ylamayman. Men kamarni topish uchun hamma joyni qidirtiraman. Uni topmagunimcha ko'nglim joyiga tushmaydi. U kamarni faqat Yusuf taqardi. Biz hech narsani bilmaymiz. Juda yaxshi. Unda birinchi bo'lib Yusufni tintib ko'raman. Kerak bo'lsa, uyni ham qidiramiz. Ruxsat berasizmi? Bilmayman, lekin o'zim ham tushunmay qoldim. Bu nayrang meni tashvishga soldi, to'g'risi. Nayrangmi? Qanaqa nayrang? Ey xaloyiq, men kamarni yo'qotdim va uni topish niyatidaman. Bu sizningcha bir nayrangga Bo'ldi, o'xshaydimi? janjal qilma endi. Qara, hammasini kiyimlarini qidirib ko'r. Kamar mana bu yerda ekan. Men nima degandim? Mana, kamar ham topildi. Yusuf, nega unday qilding? Yusuf hech nima qilgani yo'q-ku. O'g'irlik qilibdi xolos. Ey Kan'on xalqi, hammangiz ko'rdingiz. Men o'g'rini hammani oldida topdim. Bo'ldi, kamaringni topding-ku. Uni olgin u, ket bu yerdan. Mendan oson qutulaman deb o'ylamang. Kan'on yurtining qonun qoidalarini yaxshi bilasiz. Tutilgan o'g'ri mol-mulk egasiga 4 yil qul bo'ladi. Buni bu yerda hamma biladi, aka. Bu tartib hammaga ma'lum. Vah. Yusufni faqat qul bo'lmagani qoluvdi o'zi. Hammamiz Kan'on yurtining tartib qoidalarini bilamiz. Yusufni qul qilib olmassan, Bu masalada ko'zing yoshiga ham qarab o'tirmayman. Agar bu yurtni tartib qoidalariga rioya qilmoqchi bo'lmasangiz, u boshqa masala. Oshirib yubormang fayiqqa. Bu safsata qonun qoidalariga ishonmayman. Yusufni senga qul qilib bermayman. Sizlar Allohning payg'ambari oilasi bo'lib, bu xalqning tartib qoidalariga bo'ysunmas ekansiz, boshqalardan nimani ham kutish mumkin bo'ladi.
Axir Yusuf yosh bola bo'lsa, uni qanday qilib qul qilib berish Bu mumkin? tartib-qoida katta-kichikni tanlamaydi. Biz ham uni hurmat qilishimiz kerak. Fikrimcha, buni tagida boshqa gap bor. Bir nayrang bu, ammo qo'l oyog'im bog'langan. Agar Yusuf bo'yicha talabingdan voz kechmasang, bu talabingga bo'ysunishga majburman. Men molimni o'g'risini topdim va uni kechirmayman. Ammo Alloh va uni payg'ambari meni kechirsin va meni jazolamasin. Ketdik, Yusuf. Bugundan e'tiboran 4 yil meni qulim hisoblanasan. Maktab osmonlarga ko'tarishgan bu bolani ahvoliga qarang. Zotan arzimaydigan bolaga ortiqcha izzat e'tibor ko'rsatish shunaqa bo'ladi. Bolalar bilmay ba'zan bunaqa xatolar qilib turadi. Bu o'g'irlik sanalmaydi. Nega e'tiroz bildirmadingiz? Fayiqa Yusufga hech qachon o'z farzandidek qarolmaydi. Ko'rinishidan Yusuf o'g'irlik qilganga o'xshaydi. Men esa buni aksini isbot qila olmadim. Xavotir olma. Yusuf yaxshi qo'llarda. Aziz bolajonim, bugundan boshlab meni egamsan, men esa senga qulman. Sen ham akamni vorisi, ham bizga yo'l ko'rsatuvchi maslahatgo'yimsan. Bu kamar aslida faqat seniki bo'lishi kerak, shunday ham. Bu kamar endi mengami? Yusuf. Yusuf. Bolajonim, yomon tush ko'ryapsanmi? Bilaman. Ozroq yordam bermoqchiman xolos. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom qalbim quvonchi. Allohning payg'ambari meni kechirdimi? Uyiga kirsak bo'ladimi? Aslida bunaqa qilmasang seni kechirmasdim. Sen to'g'ri ish qilding. Yoningda bo'lishini juda ham xohlaganding. Albatta kechirdim. Kechirimlilik payg'ambarlarning bezagidir. Bu kechirimga loyiq bo'laman deb umid qilaman. Men kechirim so'raydigan biror ayb ish ko'rmayapman bu yerda. Tashrifing sababi nima? Yusuf sababli keldik. U ko'rgan tushini sizga aytib bermoqchi. Shubhasiz uning tushi faqat yaxshilikkadir. Yusufimning tushlariga ham ins-jinslar qadam izi qilisha olmaydi. Bolajonim, qani aytchi, tushingga nimalar kirdi? Akalarim bilan birga qirga ketibmiz. U yerda shiddatli shamol bo'layotgandi, otajon, juda qattiq shamol.
Bu jiddiy bir narsa deb o'ylamayman. Tushni ta'bir qilishim uchun biroz vaqt kerakdir balki. Shoyat biror fikrga kelib qolsam. O'ylarni bugun qirga olib bormaysizmi? Nimani kutyapsizlar? Bu tush nimadan darak ekani? Yoqub ko'pchilik ichida aytgisi kelmadi shekilli. Bu tushning ta'biri Yusufning boshqa aka-ukalaridan ko'ra ustunroq ekanini bildiradi. Shunaqa, bilib qo'y. Tushni ta'biri bolalar uchun yomon ta'sir qildi. Yuzlaridan bezovta bo'lganini bilsa bo'lardi. Boshlaridan kechayotgan biror noxush ishni bilishga harakat qilaman. O'zi Yusuf hammani orasida tushni aytish kerak emasdi. Ozgina ovqat bilan xurmo olib chiq. Sal turib ularning oldilariga boraman. Kel o'g'lim, kel. Sen haqingda o'ylaganlarim to'g'ri chiqdi o'g'lim. Shukrlar bo'lsin-kim, kelajakda yuksak bir maqomga erishasan. Aka-ukalaring ham qo'l ostingda bo'ladi. Otam Ishoq payg'ambar meni avlodlarimdan bir necha payg'ambar kelishini Allohdan so'rab duo qilgandi. Har doim bu ilohiy vazifaning sohibi kim bo'lishi mumkinligini bilishni istardim. Sen mening yo'limni davom ettirasan deb umid qilaman. Alloh seni barcha yomonliklardan asrasin. Balki sen biz kutgan insondirsan-a? Otajon, payg'ambarlik nima degani o'zi? Oziq-ovqat va kiyimlarimni tayyorla. O'g'lim, payg'ambarlar Allohning insonlar uchun yuborgan elchilaridir. Ular insonlarga najot va to'g'ri yo'lni ko'rsatadilar. Tushning ta'birini hech kimga aytma. Ayniqsa akalaringga. Nega aytmay, otajon? Agar buni akalaringga aytadigan bo'lsang, ularning hasad o'tlari yonib, senga dushmanlik qilishlari mumkin. Meni xavotirga solib qo'ydingiz, aka. Endi Yusufga ko'proq ko'z quloq bo'lishim kerak bo'ladi. Ruxsat bersangiz, men Yusufni olib uyga ketsam. Albatta. Olib ketaver. Faqat endi uni ehtiyot qil. Alloh panohida asrasin, otajon. Allohning panohiga o'g'lim. Ehtiyot bo'l. Uni yolg'iz qo'yma. Oqshom qaytganingizda uni yoningizga olib kelaman. Anchadan beri ular bilan cho'ponlik qilmadim. Oqshom ular bilan birga qaytaman. Bolalarimizga e'tiboringiz kamayib ketganidan noliganday bo'lishyapti. Xavotir olma. Bu noxushlikni tuzatishga harakat qilaman. Yusuf va Benyamin tirik ekan, Yoqub boshqa farzandlariga yetarlicha mehr ko'rsatmaydi baribir. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaxshi qolinglar. Biz ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelgandik. Siz nega ovora bo'ldingiz? Farzandlarimni sog'inishga haqqim yo'q deb o'ylaysanmi? Ba'zan kunni ular bilan o'tkazishga ham haqqim yo'qmi? Kelishingizni o'ziyoq bizni xursand qildi, otajon, ishoning.
Kelishingizdan oldin xuddi azaga kelgan odamlardek xafa edik. Hech kimni ko'ngliga biror narsa sig'masdi. Nega? Biron narsa bo'ldimi? Bilasizmi ota, bizga bo'lgan mehringiz pasaygandek his qilyapmiz. Yusuf va uning ukasiga ko'proq mehr-e'tibor ko'rsatyapsiz. Ammo men sizlarni deb Yusufni Fayiqa ammasinikiga jo'natganman. Buni nahotki tushunmagan bo'lsangiz. Onangiz sizlardan ko'ra u bilan mashg'ul bo'lgani uchun qildim. Hech narsa o'zgarmadi ota. Onamiz ham, hammamiz ham Benyamin va Yusuf haqida ko'proq qayg'uradi. Ularga eng yaxshi liboslarni kiydirib, eng yaxshi ovqatlarni ularga berishadi. Haqsizlar. Ammo siz ham bir narsani o'ylashingiz kerak. Ularga onalari yo'qligini his qilmaydigan darajada munosabatda bo'lishingiz kerak emasmi? Ota, Yusuf ko'rgan tush bizni xavotirga solib qo'ydi. Oilani kuchli yigitlari biz bo'lsak, oilani og'ir ishlarini qilish ham bizni gardanimizda. Shunday bo'lishiga qaramay, o'rinbosaringiz Yusuf bo'ladimi endi? Lekin bu tushni boshqacharoq ta'bir qilsa ham bo'ladi. Yusuf tayog'ini yerga suqqani va sizni tayoqlaringiz uning tayog'idan o'sib chiqqan daraxtlar tagida qolganini aytmadimi? Bu Yusufning barcha akalarini sevishini ham bildiradi-ku. Ya'ni Yusuf barcha akalariga nisbatan jo'mard va mehribon bo'lishini, ularni qattiq sevishini anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, bu tush biz o'ylagandan boshqa ma'noda ham tushunilishi mumkin ekan. Baribir bir narsani tushunmadim. Ya'ni Yusuf sizni o'rinbosaringiz bo'ladimi? Meni o'rnimni qaysi o'g'lim egallashini Alloh belgilaydi. Ichingizdan eng yaxshisini tanlaydi. Nasib. Siz ham ortiqcha o'ylarga bormang. Chunki Yusuf va Benyamin sizni dushmanlaringiz emas, balki ukalaringizdir. Men hammangizni yaxshi ko'raman. Siz ham bir-biringizni shunday sevingki, Alloh ham sizlarni sevishda davom etsin. Oilamning kattalari, mening umidim, suyanganim sizlarsiz. Bugun sizga to'liq ishona olishimni his qildim. Sizlar kuchli va jasursizlar. Sizlar bor ekansizlar. Hech narsa meni xavotirga solmaydi. Sizni xafa qilganimiz uchun kechirim so'raymiz ota. Lovi Naftali Shamun. Qaranglar, bo'ri kelyapti. Bo'ri. Bo'ri qo'ylarimizga hujum qilmoqda. Buni qayerdan olib keldingiz? Uni biz o'ldirdik. Qo'ylarimizga hujum qilayotgan joyida uni tutib o'ldirdik. Ammo u sizlarga ziyon yetkazishi mumkin edi-ku. Ammo biz unga ziyon yetkazdik. Alloh hammaga ham siz kabi jasur farzandlar bersin. Siz ham ularga qo'shilib urdingizmi bo'rini? Menga imkon qoldirishmadi azamatlar. Ko'z ochib yumgunimcha u bo'rini urib, o'ldirib qo'ya qolishibdi. Otam bilan gaplashib o'tirgandik. Bir qarasak, qo'ylari bezovta bo'la boshladi, ha? Birdan katta bo'ri qo'ylar tomonga kela boshladi. Biz bo'lsak uni o'ldirdik. Bu juda xavfli edi-ku. Buni qanday qildingiz? Qo'ylarga chalqib qolganida uni o'ldirdik. Qo'limizga nima tushsa, u bilan ura boshladik. Toshmi, tayoqmi, xullas nima bo'lsa, ura ketdik uni. Men tayoq bilan boshiga urdim. Lovi boshiga katta bir tosh bilan urganda jonivor o'zini yo'qotib qo'ydi. Bizga tashlanmoqchi bo'ldi. Agar undan qo'rqqanimizda aniq g'ajib tashlagan bo'lardi. Koshki men ham yoningizda bo'lsaydim. Otajon, men ham akalarim bilan qirga borsam bo'ladimi?
Yo'q, o'g'lim. Sen bu ishlarga hali ancha yoshlik qilasan. Katta bo'lganingda borasan. Shamun, Lovi, Yahuzo, kelinglar. Yaxshi boringlar. Qo'raga olib kiramiz. Ketdik. Men ham boray. Boraver, o'g'lim. Yur. Boringlar, qo'ylarni qo'raga qamanglar. Itlarga ham yemish berishni unutmang. Otamiz qirda Yusuf ko'rgan tushni ta'biri bo'yicha qanday fikrda ekanimizni so'radi. Keyin bu tush uni akalarini yaxshi ko'rishidan darak bo'lishi mumkinligini aytdi. Shunaqami? U hammangizni yaxshi ko'rar ekanmi? Ha, onajon. Yusuf chindan ham hammamizni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rishini bildirish uchun bunaqa tush ko'rishi shart emasdi. Tush kelajakdan xabar beradi. Yusufning hammangizdan ustun kelishini xabar beradi. Otangiz sizlarni ahmoq qilyapti. Ishonmang. Otangiz faqat ovozlaringizni pasaytirishni istagan xolos. Balxo aytgani to'g'ri bo'lsa, Yusuf hammangizdan ustun kelar ekan. Ammo biz Yusuf bilan o'ynab katta bo'lganmiz. Birga o'tgan yaxshi paytlarimiz ko'p bo'lgan. U otangiz bolalarni o'rtasida kelishmovchilik bo'lishini istamaydi. Hammani o'zi kabi Yusufni yaxshi ko'rishini xohlaydi. Ammo sizga nima bo'ldi? Basma. Hoy, Basma. Nima bo'ldi, Yusuf? Ammam. Yusuf, nima bo'ldi o'zi? Otamga xabar bering. Allohning payg'ambari. Fayiqa xonimning ahvoli yaxshi emas. Iltimos tezroq boring, yordam bering tezroq. Assalomu alaykum otajon. Fayiqa ammamning ahvoli yaxshi emas. Fayiqa, singlim, senga nima bo'ldi? Kunim bitganga o'xshayapti, aka. Qayerdan bilasan? Yaxshi yurganding-ku. To'satdan senga nima bo'ldi o'zi? Nimayam qila olardik. Ketish vaqtim kelganini his qilyapman. Biror tabib topaylik, dori-darmon qilaylik. Iltimos, unga biror chora ko'rishimiz kerak. Kechadan beri o'limim yaqinligini tushunib yetdim. Faqat oxirgi so'zlarimni tinglanglar. Kecha uyimizdan ketayotganingda buni tushunishim kerak edi. Meni ortimdan qolayotgan mol dunyoyim yo'q. Nima bo'lsa, hammasini Yusufga vasiyat qilib qoldiraman va undan kechirim so'rayman.
Sizlar ham meni kechiringlar. Men 4 yil oldin bir hiyla bilan Yusufni o'zimga oldim. Uni o'g'irlikda aybladim. Alloh meni kechirsin. Siz ham meni afv eting. Yusufim o'g'ri emas. Uni beliga u kamarni o'zim taqib qo'ygandim. Buni bilardik. O'zingni aybdor his qilma. Buni hammaga yetkazing. Yusufim hech qachon nojo'ya ish qilmadi. Hech qachon. Sen o'zingni urintirma. O'zingizga aytadigan gapim bor edi. Yusuf Allohning oyatlaridan bir oyatdir. U ba'zilarga rahmat va barakat, ba'zilarga esa yo'qotish va ziyonga sabab bo'ladi. Hasad va g'arazli ishoratlarni ko'ryapman. Iltimos, Yusufni ehtiyot qiling. U payg'ambarlik yo'lini davom ettiradi. Uni bir lahzaga bo'lsa ham yolg'iz qo'ymang. Yoningizda uxlasin. Yolg'iz o'zini biror joyga Fayiqa. Fayiqa. Allohim seni o'z rahmatiga olsin. Allohim seni o'z rahmatiga olsin. Onamiz Rafiqaga, otamiz Ishoq payg'ambarga salomimni yetkaz. Rohilga ham salom ayt. Bobomiz Ibrohim payg'ambarga ham salomimni yetkaz. Allohdan boshqa hech kimga ibodat qilmang va undan boshqa zotdan najot qidirmang. Allohdan istagan narsangizni so'rang, qolganlar ojizdir. Alloh barcha narsaga qodirdir. Boshqalar qalbingizdagi niyatlarni
sirlaringizni bilmas. Ammo Alloh hamma narsani bilguvchi zotdir. Agar sizga yordam kerak bo'lsa, u eng yaxshi madadkordir. Panoh istasangiz, u sizni o'z panohiga oladi. Agar biror ne'mat istasangiz, butun yer va osmonlarning xazinalarining egasi udir. Agar sizga nasihat kerak bo'lsa, sizga nasihat ham beradi. Boshqalardan istagan narsalaringizning barchasi undadir. Undan boshqasiga e'tiqod qilganlarning holiga voy bo'lsin. Agar u mahshar kunida odillik ko'rsatsa, ko'p odamlar o'z amallarining hisobini bera olmaslar. Ertaga Alloh mazlumlarning qo'lidan tutsa, juda kuchli podshoh ham asirga tushadi. Agar unga isyon etuvchilar o'z ishlarining noto'g'ri ekanligini tushunsalar, ko'zlaridan daryo yoshlar oqadi. Shu holatda u kun uchun tayyorgarlik ko'ring. Amallaringizni yaxshilang. Fayiqa bizdan avval bu dunyoni tark etdi. Shubhasiz, barchamizning boshimizda bu kun bor. Keling, Fayiqaning ruhi uchun barchamiz duo qilaylik. Ey Alloh, Fayiqaning ruhini solihlar va sevganlaring kabi yuksaltir. Amin.